Everestga qaror. Anutaruzin nober. Voy, tushib ketdi-ku. Nimasa? Vol qilding-ku? Elatda mana ikki quloqimni eshitdim. Mana tarvuz yorilgan deb boshingni yorib qo'yamiz. Bu rayonda tirikchilik qilish uchun bizga do'la ajratib turasan. Agar bosh tortsang, Mana shunaqa qilib hali tarvuzlaring ko'p yoriladi. Ana nima? Hali sen bilan gaplashamiz. Yaxshi o'zingni himoya qilding. Qattiq shug'ullangansan. Senga nima? O'zingda oloving bor. Katta o'zgarishlar qilishing mumkin hayotingda. Og'ayna, bor yo'lingdan qolmagin. Isming nima? Qodir mani ismim. Meniki Murod. Tanishganimdan xursandman. Transportida shug'ullanaman. Seni birga shug'ullanishga taklif qilaman. Narsalaring nobud. Taksi. Zalga chetdan 100 metr yurganda chap tarafda joylashgan. Xotir olma. Yengil uchun bir hafta konsultatsiya ekan. Men bilan sparing tushasan. Razvolka naryadi. Kimlar yarmashtirib chiq. Men konsultatsiyaga kelganman. Konsultatsiyang boshlandi. Qo'lingdan nima kelishini ko'ramiz. Men bilan sparing tushasan. Xo'sh, boshladik. Qo'lingdan nima kelishini ko'rsat. Mani qo'limdan hech nima kelmaydi-ku. Ani bolalar mazasini qochirdingmi? Demak, qo'lingdan nimadir keladi. Yaxshi, faqat bo'shashma, endi qiyinroq bo'ladi. Yaxshi, faqat bo'shashma, endi qiyinroq bo'ladi. Boshlanishiga yomon emas. Nima bu maynoschilik? Qanaqa maynoschilik? Boshidan jiddiy urishding bo'lmasmidi? O'zingdan latta odam ko'rsasan, O'zingga ishonishingni va qo'lingdan nima kelishini ko'rish xohladim. Bor yuvinib keyin. ha, ikkinchi. Qancha berishim kerak edi? Hech qancha Hazillashyapsanmi? Qancha berishim kerak? hazillashayotganga o'xshamaymanmi? Mayli. Rahmat. Qodir. Sen nimaga uydamassan? Men uydaman. Ko'chani uydaydimi? Uydagilaring qayerda? Buni nima farqi bor? Nima? Seni yotishga joying yo'qmi? Menga shu yerim qulay. Tur, ketdik. Qayoqqa? Meni uyimga 1-2 kun yashab turasan. Rahmat, kerak emas. Yosh bola bo'lmagan, narsalarni yig'ishtirib ketdik. Bugun ishga yotasan. Ertalab soat 8 da paydo. Vanna betda kuxnya sal uchun chapga joylashgan. Kech uxlama. Ertalab yo'q. Rahmat. Hozir 1 minut. Yaxshi joylashyapsanmi? Nima kerak senga? Hop, to'ning tushirib gapir. Bugun kechqurun ishingdami? Men aralashmayman. Menga qara, kitob qilmoqchimisan? Men aralashmayman. Menga qara, kitob qilmoqchimisan? O'xshamaydi, korotch. Shart emas. Men bu ish bilan shug'ullangim kelmayapti. Men sendan shug'ullangim kelyapti yoki kelmayapti so'rayapmanmi? Chichib qo'ygandan keyin tozalashni ham bilish kerak. Qo'yganim bor.
O maraz, mazangni qochirishdan xohlayapsanmi? Bu 12 da kelmasang. Yaxshilab shug'ullan. Qayoqqa ketyapsan? Ozgina ko'chada aylanib kelmoqchiman. Pichoq bilan kasseta nima keragi bor? Qanaqa pichoq? Bu nima unda? O'yinchoq bu. Hozir menga qiyin emas senga boshpana berish yoki trenirovka qilish. Lekin bitta narsani esingda tut. Eski hayoting eski hayotda qolishi kerak. Tushundingmi meni? Ha, tushunyapman. Yaxshi. Men senga ishonaman. Yaxshi dam ol. Sen ham yaxshilaman. Kechikyapsan. Unda tezlashaylik.